Siz bilasizmi, biz nimaga qo'rqamiz? Men Telegram kanalimda opros qoldiraman. Biz nima uchun qo'rqishimiz haqida. Inson nimaga qo'rqadi? Chunki ma'lum bir miyamizda ma'lum bir qarashlar bor. O'sha qarashlar bizda ajdodlarimizdan kelayotgan qarashlar bor. Bizda ota-onamizdan kelayotgan qarashlar bor. O'shalar ham bizni boshqarayotgan bo'lishi mumkin. Bu ona qornidan shakllanadi. Ona qornidan shakllanadi, yoshlikda, bolalikda shakllanadi, 12 yoshgacha shakllanadi qo'rquvlarimiz. Qo'rquv qachonki biz nimagadir qattiq ishonganimizda. Misol, menda pul bor. Agar men pulimni yo'qotib qo'yishga agar men ishonsam, haqiqatan men pulimni yo'qotib qo'yishim mumkin degan narsaga miyam berayotgan taklif, mana shu taklifga men ishonsam, menda qo'rquv emotsiyasi paydo bo'lishni boshlaydi ichkaridan. Chunki men ishonayotgan bo'laman. Men pulimni yo'qotib qo'yishga. Mana shu emotsiya menga olam aks ettirib beradi. Olam bizda aks ettiruvchi ko'zgu hisoblanadi. Mendan chiqayotgan emotsiyaga olam javob beradi. Mendan qo'rquv chiqyaptimi? Ha, men pul yo'qotishdan qo'rqaman. Olam mana senga bitta vaziyatda beradi. Mana ol, пожалуйста deydi olam. O'sha vaziyat yuzaga keladi. Men o'zim shakllantirgan bo'laman. Bu vaziyatni o'zim tortib olgan bo'laman. Tortish qonuni bo'yicha men o'sha qo'rquvni, o'sha pul yo'qotishni men o'zim tortib olgan bo'laman. Chunki men unga ishondim. Pul yo'qotishga ishondim. Shunda mendan qo'rquv, o'sha emotsiya chiqdi, olam shunga yarasha javob qaytaradi. Обязательно pul yo'qotaman keyin. Mana shunday qilib olam bizdagi emotsiyaga javob beradi. Olam biz bilan, koinot biz bilan emotsiyalarimiz orqali gaplashadi. Mana shunday vaziga pul yo'qotish jarayon, mana shunaqa vaziyatlar sodir bo'lishni boshlaydi. Negaki men ishondim. Nimagaki men miyam berayotgan taklifga, nafsim berayotgan taklifga men ishondim. Lekin o'tirib o'sha vaqtda unga ishonish emas, men o'sha fikrimni o'zgartirib, yo'q, menga kelgan rizq menga. Har kimning rizqi o'zi orqali keladi deb men fikrimni o'zgartirganimda, menda o'shanga ishonch bo'ladi. Ha, meni rizqim menga ekan, boshqaning rizqi o'zi orqali keladi degan narsadan menga bu narsaga, pozitiv narsaga ishonch bo'lardi. O'zimning pulim o'zimning yonimda qolardi. Mana shunday qilib miyamizda mana shunday yangi neyronlar, yangi reflekslar shakllantirib olishimiz kerak bo'ladi. Bu uchun yozma nutq ravishda har bir insightni, har bir nimani har doim daftarga yoki bir varaqqa yozib olib qo'ysa, bu albatta ishlaydi. Shuning uchun mana shu qo'rquv bizni boshqarmasligi uchun, fikrlar bizni boshqarmasligi uchun o'sha vaziyatlarni biz tortib olmasligimiz uchun biz yaxshi narsalarni fikr qilib, pozitiv g'oyalar yaratib, pozitiv vaziyatlarni ham tortib olishimiz mumkin. Qachonki biz miyamizni boshqarsak, qachonki nafs berayotgan taklifga emas, miya berayotgan taklifga emas, men miyaga taklif bersam, men hayotga taklif bersam, o'shanda meni hayotimda pozitiv vaziyatlar sodir bo'ladi. Chunki oldingiday bor edi-ku, men pulni yo'qotib qo'yaman degan fikrga ishonch, qo'rquv bor edi-ku. Xuddi shunday, yo'q, men pulimni bu rizq menga berildimi? Значит, meniki. Boshqaning rizqi o'zi orqali keladi degan fikrga o'zgartirishim orqali men o'zimga pozitiv narsani olimdan tortib olishim mumkin. Pulim yonimda qoladi. O'sha pulim yaxshi narsalarga ishlatiladi. Yomon narsalarga emas, yoki yo'qotilishlarga emas, yoki qo'rquvga emas-da. Mana shunday qilib har bir qo'rquvni hal qilsa bo'ladi. Yechim
yechim har doim o'zimizda. Agar qachonki fikr qila olsak, har doim vaziyat biz uchun xizmat qiladi. Agar biz fikr tafakkurimizni ishlata olsak, vaziyatlar biz uchun xizmat qiladi. Har doim eslab qolish kerak shu narsani. Hech qachon miya berayotgan taklifga birdan ko'nib ketmaslik kerak. To'xta, menga nima kerak? Menga mana shu narsa menga qolish uchun yoki mana shu pul orqali men mana shu narsalarni olishim mumkin degan pozitiv narsalarni fikr qilish kerak bo'ladi. Miya berayotgan qo'rqinchli takliflarga emas, biza fikr qilib pozitiv takliflarni berishimiz kerak bo'ladi. Mana shunda bizdagi qo'rquv pozitiv ishonchga aylanadi. Mana shunday qilib har bir vaziyatni o'zgartirish o'zimizning qo'limizda. Fikr qilishimiz orqali har bir vaziyat pozitiv hayot tarzini yaratish ham o'zimizning qo'limizda hisoblanadi.